Assalomu alaykum. Parvozlar yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Hammaga alangalik salom aka ukalar. Sog' salomatmisizlar? Issiqlarda qiynalmay. Xudo xolasa bugun bir ajoyib joyga kelganmiz. Navoiy shahri Narpay degan joyga kelganmiz. Xudo xolasa bugun Narpaydan chiroyli sizlarga ustozimiz Mishaboni xonadonlaridan chiroyli obzor qilamiz videoni. Buxarskiy kaptarlardan aka ukalar. Kaptarlarning ajoyiblari bor. Xudo xolasa birga bo'lib turinglar. Like, kommentlarni ayamanglar. Inshaalloh Xudo xolasa bugun sizlarga chiroyli obzor qilib, Mishabo bilan bir suhbat qilamiz aka ukalar. Assalomu alaykum Mishabo, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'ligingiz qanday? Charchamayapsizmi ishlarda? Kaptarxonani ham buzib tashlabsiz-ku? Ha, endi. Ishqibozchilikda ham? Ha. Kaptarlar. Qiziqamizda. Qiziqish kerak. Qiziqish yaxshi narsada. Kaptarxonani zo'r qilibsiz. Aka ukalar, mana kaptarxonani qaranglar. Mana. Ikkita ekanda, bitta, ikkita xona ekan, ha? Ha, ko'p. Ko'pmi? Yana bormi? Ay, Mishaboni yoshirib qo'ygan joylari yana bor ekan. Ha, shularni o'zini ko'rsatib turaylik. Bu yoqda ham bor ekan. Mishabo. Videoga olyapman, baba, sizni ham. Bemalol. Charchamayapsizmi? Yo'q. Salomat bo'ling. Mana Mishabo. Taniganlar like bosib, podpiskani ayamanglar. Narpayliklar gazini bosinglar. Videoni ko'rsanglar. Poddershkada sizlar bugun Narpayliklar. Mana bularni o'tirishiga qaranglar. Ajoyib bo'lib o'tiribdan endi. Ana haqiqiy ishqiboz ustozimiz Mishabo. Shularni zo'rlarini yig'ib qo'yganlar. Ana. Mishabo bular Buxarskiymi? Buxarskiy. Buxorodan olib kelamiz-da, bu yerdan olmaymiz-ku. Ha, Buxorodan olib kelasizlar Ha, hammasini. qarab, olib, ko'rib. Hammasini tanlab, Ha, o'zingizda ulfatlaringiz bilan, nasib. Buxorolik kaptarvozlar bilan, o'zingizda yaqinlaringiz bilan. Buxoroliklar taniydi. Yaxshi. Bir borib turmasak bo'lmaydi. Yo'q. Endi bitta ikkita bozorga kaptar tushuvdi. Endi Buxarskiy lekin tozasi emas-da. Endi mana bu egasini sani kaptaring Buxarskiy emas desangiz xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun endi bozordagi bor narsani shu egasi Buxarskiy desa, shu Buxarskiy deb aytuvdik. To'g'ri, endi ular. Ha, bitta ikkita odamlar kommentda yozib qoldi, aka, bular toza Buxarskiy emas. O'shanga odam xijolat bo'lib qoldi. Buxoroni kaptarini Buxarskiy emas bo'ladi. Xudo xolasa yo'limiz tushadi, Buxoroga ham boramiz. Inshaalloh. Buxoroda ham zo'r kaptarlarni ko'rsatamiz, Buxoroni kaptarlarini. Alloh nasib qilgan bo'lsa. Kaptar ko'p-ku juda, bobo. Ha, ko'p. Nechta bor? Bir 150 talar bormi, bobo? Bo'lib qoladi, bilmayman-da. Tuxumda ham yotibdi. Men sanamayman, barakasi tushadi. Barakasi tushadi sanasa. Ha. Uchirasizmi, bobo, uchirmaysizmi? Hozir havo issiq. Ya, endi issiq. Umuman deyman-da, uchadi, ha, uchiraman. Uchadi. Kaptarlar uchib yuradi. Lekin volyada kaptarlar hammasi. Ana qo'noqlar bor. Bitta qo'noq, ikkita qo'noq, ana 3 ta qo'noq. Kaptarlar hammasi volyada. Kirib, chiqib yuradi kaptarlar mana. Endi hozir bu kunlarning issig'ida hech kim kaptar haydamaydi, hech kim kaptar quvmaydi, to'ppa-to'g'ri. Sezoniga uchiramiz. Sezon. Xudo xolasa kunlar sovib qolsa ham yana bir kelib kunda yaxshi vaqtlarida kaptarlarni uchirib ko'rsatamiz. Mana. Mishabo har zamonda bir olib chiqadi kaptarlarni bozorga. Har doim emas. Lekin tomoshaga har bozorda borsiz. Ha, Mishabo? Bormasam kasal bo'laman. Ay, go'yo. Necha yoshga kirdingiz Mishabo? Taniydik-ku, ammo bularda Ha? Yomon kaptar saqlamaymiz. Necha yoshga kirdingiz? Yo'q. Necha yoshga kirdingiz? Mamma 58. 58 yosh mana Mishabo. 68. 68. Ya. Yoshingizdan ham adashib qoldingiz. 68 yosh. Alloh hammamizni yetkazsin shu yoshlarga. Borishda ham. Duo qilib qo'ying. Bizga o'xshagan shogirdlaringizga. Sog' bo'linglar. Chiringlar kaptar, yomon emas. Bizdan duo qiling, sizni yoshingizga
kirib biz ham mana shunaqa chiroyli qushlardan boqib yurish nasib qilsin bizga hammamizga. O'zi navaracham ham kichkina navaracham ham hozir kaptar saqlagan bo'lib qoldi. U ham qiziqyapti. Ha. U ham shunga o'tirib qoldim deydi. Yaxshi ko'raman deydi kaptar deydi. Jonzotni yaxshi ko'rgan insondan yomonlik chiqmaydi. Shu Tili yo'q bularni. Tili yo'q jonzot. Bularni Ha. tilini tushunib, nima xohlashini bilib, qanaqa vaqtda nima qilish kerakligini bilib, tushunib, bular bilan gaplashishni o'zi bo'ladimi? Yaxshi insonlarning qo'lidan keladi. Hayvonlarni yaxshi ko'radigan, jonzotlarni yaxshi ko'radigan odamlardan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Inshaalloh chiqmagan ham chiqmasin. Faqat katta rivojlardan. Mana bu qushingiz nima qushga aytib bering qani bobo? Mana bu, mana gulbodom deydi toshkentliklar. U chaqir deydimi? Mana bu. Chikirlar. Chikirlar, ha? Chikir deydimi? Ha. Buni otini aytishga ham qo'rqib qoldik. Bittasi Chikirlar. gulbodom deydi, bittasi chikir deydi. Buxoroliklarni bir Chikir deydi, ular gulbodam deydi. Har xil deydi. O'zbek tili boshqada, bari endi nimasi boshqa bo'lak. Endi men buni chikirlar deyman. Chikir deysizda siz. Buxoroni xalqi aytib ketinglar qani, nima deyiladi? Kommentlarga yozib ketinglar mana. Mana shu. Kommentga yozib ketinglar mana gulbodonlarni. Nima deydi? To'g'ri buni otini aytinglar. Biladiganlar. Buxoroni kaptarlar ismlari ham har xil bo'lar ekanda. Har xil. Tumshug'iga qarab ham aytishar ekan. Menga bakeni yo'q, bironta hammasi shu tumshug'i maydalardan. Hammasi tumshug'i mayda buxarskiylar. Mera bunaqa yo'q, tumshuq bakinsi qiziqmayman. Ha, bu jo'jani qaranglar akalar. Dumi oq chiqibdi-da. Ha. Piskuncha. Bittasi tepaga chiqib ketdi. Endi chiqdimi? Bugunmi? Kecha chiqqan. Donga endi tushdi. Ha, donni mana. Endi donga tushgan jo'jacha zo'r ekan lekin. Donni ayamayman. Soatga qarayman, yesam. Yesin. Ha. Bir xil aytadi, ko'p don bersang uchmaydi deydi, biz uchaveradi. Bar kaptar uchadi-da. Uchmaydigan kaptar yo'q. 1 yil kutaman. 1 yil ham kutganim bo'lgan. 1,5 yil kutganman. Kaptar qonida bo'lsa ko'rsataveradi. Ha. Mana biz endi bular issiqda uchmaydi. Bular hozircha nima qilib qo'yibman. Dam olsin bir. Ana endi bir para o'tiribdi, vaqar qilib. Juklar chiroyli ekan shu. So'raganlar ko'p bo'lib bermadim. So'raganlar ko'p bo'ldi. Ha. O'zi zoti belaxvozlardan bo'lganda u. Ha, belaxvozlardan shunaqa chiqqanda, juklar chiqqanda. Ha, bitta qolovdi. Bular ota-onasi bittasi kirib ketdi mana bu qorani, nimasi, onasi. Ha, bu Buxorodan olib kelman erkagini. Mana aka-ukalar hozir ko'rsataman, qaysi kaptar haqida gap ketayotganligini. Mana bir para qora. Mana akalar. Ha, u ham issiqda. Mana bu kaptar ham chiroyli ekan. Endi buni soch deydi, lekin Buxoroni o'zini tilida nima deydi bilmadim. Qoran mana bu. Ha, buni she'riga mana dam olibdi bu. Kommentariyaga yozib ketinglar, buxorolik parvozlar. Mana bu sochda nima deydi Buxoroni kaptarini. Mana oq soch bo'lgan bu. Buxoroni tilida buni o'zini oti bor-da. Mana agalar, bilganlar yozib ketsin. Mishobo yaxshi ko'rgan kaptaringiz qaysisi? Zo'ri bo'ladi-ku, katayni eng zo'ri. Ko'rsating qani, hammani o'zini bir. Endi kaptarni yaxshi, yomon deb bo'lmaydi, hammasini odam yaxshi ko'radi-ku, lekin baribir bir katakni zo'ri bo'ladi-ku, kaptaronani eng dahshati bo'ladi, shu odam o'ziga yoqadigani bo'ladi-ku. O'zi shuni topolmayapman-da. Bor, bir 10 talacha yaxshim bo'ldi. Ala dumi setara nima qilingan. Endi bir xillar bor, uchirmayotganlarim bor-da. Tepaga chiqib olibdi-ku bular hammasi. Tepaga chiqib ketyapti-da.
Yomon kaptarim yo'q bu yerda. Hammasi ajoyib. Mana bu kaptar bilim necha yildan keyin mana ana shu kaptar kirib ketuvdi-da, ana shu oqim. Oqmi? Bilan uchirolmayman-da mana ana shuni. Ha. Ketdi. Bularni uchirolmayman. Ballari uchyapti hozir yaxshi. Tasi o'ynadi ham, bir qarshi ko'tarildimi yo'qmi? Ha, o'ynayapti. O'yini bor. Kaptarlar zo'r, ajoyib aka-ukalar. Juda ajoyib. Kimga qiziqarli bo'lsa akalar mana bemalol piskunlari, jo'jalaridan. Mishobo sotiladiganlar bormi? Jo'jalar bormi? Kelishaveramiz, bor. Kelishaveramiz, ha? Ota-onasidan sotaveramiz, bizga farqi yo'q. Lotereya o'ynab turamiz. Ha, bo'ldi, gapi yo'q. Mana Hech qanday nima aka-ukalar qilmaymiz. kimni ko'ngliga yoqsa agar, nimadir yoqib qolsa. Lekin men bitta narsani aytaman, Mishoboning kaptarlari zo'r. Hammasini chiroyli yig'ib o'ziga yig'ganlar, uchib o'ynaydi hammasi. Endi yaxshi kaptardan zo'rlaridan zo'ri bor. Endi buxarskiylarni qimmatlari ham bor. Bu $200, $300, $400,000 Olib keldim ularni ham, bular. Bor, unaqalari ham bor akalar. Endi bu kaptarlar mana nima deydi, o'zimizda oddiy xalq qo'lidagi yurgan chiroyli buxarskiylar akalar. Hammasi uchib o'ynagan zo'r kaptarlar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ham bitta katak bor ekan, hozir ko'rsating Mishaga. Yoshirib qo'yibsiz. Mana katakmi bu? Yoshirman, bu naveramniki bu. Navrangiz kaptarxonalari bor ekan mana. Endi bu qiziq qopdi-da, u ham mayli deyman, sheri. Ichkariga kiriladimi bu? Endi chiqarmaydi-da bu. Mana nima qilib qo'yamiz? Sveta bor-ku. Bu ham bobo deydi, men bu xarsga qiziqib qoldim deydi. Mana akalar. Doktorxonani qilib qo'ygan ekanlar nevaralariga. Mana akalar. Bir 2 ga 3 joymikan? Yo'q, bir 2 ga 2 mi joy ekanda. Akalar mana kaptarlar. Nevaralari qiziqib qolibdi ekan. Nevaralari uchun. Mana Mishoboning nevarasi boqadigan kaptarlar. Sekin endi o'ziga yoqqanlarni yig'ganda. Gap yo'q. Zo'r. Mashallah. Mana shunaqada aka-ukalar, ishqibozchilik. Ha, Mishobo, nima deysiz? Shuda endi nima, odam bir narsaga qiziqmasa, hayot yo'q-ku. Faqat pul topamiz, yuguramiz. To'g'rimi? To'g'ri. Buni ham gashti bor-da. Buni ham gashti bor. Buni ham kimdir qilish kerak-ku. Bunga nimasiga qiziqaman, uchishi emas, uchsin, o'z holiga qo'yaman mana. Buni uchirib, pishay yeb, ko'pchib nimaga? Mana ana shuni o'zlari o'ynaveradi bular. O'z holiga qo'yish kerak. Kaptarni bezitmash kerak-da. Mazza qilib, o'zini hodiga kirib, chiqib yursa kaptar. Mana. Mana aka-ukalar. Bir chiroyli, manfaatli video bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Narpaydagi parvozlar videoni ko'rsanglar, repost yazini bosib, podpiskani urib, bang'illatib tashlaylar Mishoboni taniganlar, Navoiyliklar, barcha parvozlar poddershkadasilar. Yaqinda Qodir boboni kaptarlarini tushirdik videoga. Zo'r bo'ldi. Ana endi xudo xolasa mana Misha bobonikidan. Qodir bobo, Misha bobo bular hammasi ustoz. Yoshi ulug' oqsoqol. Parvozlarning orasida. Biz bola bo'lib yurgan vaqtlarimizda bular boqishgan. Kaptar necha yil bo'ldi Misha bobo kaptar boqqaningizga? 40 yil bo'lgan. 40 yil bo'lgan. Gap yo'q. Aka-ukalar mana shu yerda sekingina videoni birinchi qismini tugatamiz, ikkinchisini sekin yana olamiz aka-ukalar. Salomat bo'lasizlar, sog'lik, salomatlik.